Sanmay birla yuvishni ko'zlang, yo'qlovda jon birla sharafdan so'ylang. Qiyomat kunida topmoq bo'lsangiz, mayxona tuprog'in tubidan izlang. Ey may sen mashuqasan, men senga shaydo. Shunday ichamanki o'lsam ul sharob, hidi mazorimdan chiqsin gurkirab. Xumori yelatsa qabrim boshidan, isi elasin, aylasin xarob. Rahmat rais bu so'z berganim uchun hammalaringizni mana shunday yaxshi kunlar yetkazing. Aziz asrimizning aziz onlaridan so'raydi qadrin, fursat qanimatdir shaxsatirlarlab, bezamoq chog'idir umr daftarini. Mana bugun Ravshanjonning misol kechasida o'tiribmiz. Baxt kechasida o'tiribmiz. Baxt kechasi hayotning eng ajoyib baxtidir albatta. Mana shu 7 yosh o'z ota-onalardek hayotimizning eng ajoyib insoni bo'lib yetsin. Hayotimizga bo'lsin olim, bo'lsin ajoyib inson. Ikki oshiq o'xshar yulduzlar aro uchib yurgan yandosh sayyoralarga, sevgi fazosida ular bar tanha, ne parvo yerdagi avvarlarga. Ular bizdan alis qilmoqda parvoz, samon yulduzlari qilar poyandoz. Siz esa yangalar tovonda shavvoz, chuchvarayasiz tog'arlarga. Ey aziz Ravshanjon va Ninaxon Aqyo'l Saodatli septarlarga. Endi navbatni san'atkorlarga bersak, asakalik yosh xonanda Mirolimjon Qosimov kuylamoqda. San laylomisan san laylolar ichimda tanhomisan. Pirvalda aytibeni pirval. Araqbatkayev Namangan shahrida reysga pavorot natijasida bortdan uchib ketib, g'ildirakning tagida jvarmaklarcha halok bo'ldi. Araqbatkayevning nomi oramizda abadiy saqlanib qolinadi. Araqbatkayevning katta xalalari bo'lmish Raqatay Shampanskiy, o'g'illari bo'lmish Ruski vodka, qizlari bo'lmish Portvino, jiyanlari bo'lmish Vinoxon Skoyxoyeva, Rossiyalik qarindoshi Samodan Barmatuxovlar chiqib ta'ziyatxon etanlar. Ta'ziyatxon o'tuvchi kishi alkogollar tashkilotining raisi Sativoldiyevich Qusuvardiyevich degan.